Bu videoni Istanbulni yoqtirmaydiganlarga jo'nating. Bu eng yoqtirmagan rayonlarimdan biri. Gazi Osmon Pashsha deydi. Gop. Agar yilda bir marta kelmasam, kelmayman ish bilan. Hozir to'yga taklif qilishgan. Lekin shunda ham qarang sharoitni. Shunday ajoyib jami. Bu tarixiy yoki markaziy masjid emas, shunchaki mahallani masjidi. Mana bu hovlisida basketbol, sport sahnalari, maktablar bor. Bir necha joydan kirish, mana bu ayollarning bo'limi. Xullas nima uchun buni aytyapman? Ba'zilar aytadi, nima bor o'sha Istanbulda? O'zimni eng yoqtirmagan rayonim ham shunchalik go'zal demoqchiman. Mevalar pishib yotibdi. Shuncha qulayliklarga ega. Qarang, metro, binolar, hamma qulayliklar bor. Endi nima uchun menga Istanbul yoqmasligi kerak? Menga yoqmagan rayon shuncha go'zal va qulay bo'lsa, yoqqan rayonlar kim qancha? Shuning uchun ham ya'ni nima bor deganlarga. Bu videoni Istanbulni sevadiganlarga emas, Istanbulni sevmaydiganlarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling.